Assalomu alaykum hurmatli akalar, yaxshimisizlar? Akalar, xudo xolasa bugun ona bola sigirlarning narxini chiqarib boramiz. Jondor bozordamiz. Avtokuniga yakshanba 5-aprel sanasi 2026-yil. Bolachasi buqacha birinchi qoringa sut masalasini bilmayman, ol so'rayman. 8 Yo Alloh alam shunchami? 2 martaga 8 2 marta ertadan o'sha 8 qalashlaringiz zo'r eson-omon uchun. Bolachasini lekin bergan ekan, sichirkam deyman deb boshlayman. O'zi 90% sichirka olib ketdi bu yog'i. Qancha deyapsiz endi narxini? 27 deyapman. Yebi, unaqa pul yo'q xalqda, biladigan narx qo'yadi. 26 laga beradi. 25 ga berasiz, xaris kelsa 5 ol. 24 yarim savdo bo'lyapti. 25 bo'lsa Endi kelishamiz. kelishasiz. Nomer aytamiz. 88lik 88lik 305 aha 220. 220. O nomerga qarang, kurtoy zalotir ana. Akalar, buqacha keyingisiga o'tamiz, desa. Keyingisiga o'tamiz. Sigirchaga baho beramiz, sigirchaga. Sigirchaga baho beramiz. Quyidagi uyini to'kirtib, bitlab nima deb qirqqanlarim. Qirqqanlamanimcha. Bolachasi buqachami, g'unochimi? Bolachasi g'unochincha. Nechinchi qoringa? Assalomu alaykum. Aka yaxshi ko'r. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Sut masalasi holi neizvestno deng. Ha, 5 ta olib beradi. Ha, yana ko'rib olasizlar. Akalar, buni adashmasam. Akalar, buni adashmasam, narxini qancha aytamiz? 26. 26. Nomer qo'yamizmi? Ha, bo'ldi. Daravki, bundan oldidagi nomerga aloqa qilsangiz bo'ladi. Tegapti akalar. Bunaqa. Mashalloh. Yaxshi chiroyli narsani ko'rganda ko'z mashalloh deyishga qarang, go'zal. Qachon qara, barakasini bersin. Aka, bu nom egalaridanmi? Egalardan, ha? O'zizki, egalardan akalar bozorda. Lekin bu qachasi borku bir dunyo. Ideal, dagi vashchi. Bu qachasi bir dunyo ko'z tegmasin. Nechinchi qoringa ekan aka? 3-qoringa. Realni, 3-qorin. Sut masalasi. O'ntasi. O'ntasi beradiganmi deyman u. Odam qo'yishi normalmi? Bo'ldi tamom. Aka, bu buqqaga odam shalapa bo'ladi shunday. Hozir bittasi chiqib aytadi. Gapirish madaniyatini o'rgansang bo'lmaydimi deb yozadi kommentariyaga. Negativlar udar gazini beringlar. Qancha deyapsiz aka buni? 29 deyapmiz aka, kam bu. 29 deyapsiz, kam bu. Aka, bitta mana shuni oling, men buqqani bir aylantiray, ana shuni o'z aka bilan buqqaga maza qilinglar. Buni qara. Men o'zi hamma molni ushlab ko'ravermayman bunaqa, lekin kayf qiladigan joyi bor. To'g'ri ma'noda tushunamiz kayf ma'nosini. Bir oylik go'salacha, ashi shikalat ekanda. Shikalat ekan. Aka, barakasini bersin, o'ganga ham faizini bersin. Men juda go'zal. 29 dedingizmi? Bo'ladigan qilib aytib qo'yib ketaylik. Kelishtirib beramiz. Bo'ladigan qilib ayting. 27 million bo'lsa beramiz. 26 qo'yib ketaylik shu. Bir faizini olsin shu odamlar. 26 yarim bo'lsa qo'ying tam. Nomerni aytamiz. 94. 94lik. 486. Aha. 53. 53 lekin bo'lib ketdi zo'r ekan. Mo'lchani sovuq o'lirsin, javob. Javob. Hammasi qo'yib beramiz. Bo'ldi, tamom. Qo'lga ketamiz akalar. Sigircha. Parodalikmi deyman go'dak. Mana holati. Tog'am bir vaqtlarda Ikrom akamiz o'zingiz bilasizlar, faqat sigir bilan shug'ullanadilar. Buqacha bolachasi. Bu birinchi qorinmi deyman, ha? Birinchi qoringa. Bu ma'lumda o'zi. Bunisi bu ikkinchi qoringa. Ikkinchi qorin bolachasi. Bu ham buqacha. Bu ham buqacha. Ikkitasini bir martaga aylanamiz, keyin ko'ramiz. Yana qaysizdan? Bu ikkalasi ham. Ha, bu ikkitadan ko'raylik, keyingisi nomer qo'yib ketamiz akalar. Sut masalasi qanday? So'qqan bo'lsangiz. 15 litr. 12 litrga birinchi qoringa 15 ta beryapti. 15 litr. Garanti. Javob. Seriyoz gina. Birinchi qoringa shuncha beraman. Biz cho'rib piyoslar o'zi sutda yo'nalish bo'yicha. Buni qancha deyapmiz? 15. Buni 35 deyapmiz. Buni 32 deyapmiz. narxlar chiroyli qilib beraylik. Cho'ta qittigina, ozgina 33 million, 300 million. 30 shuni 32 ga 29 qilsak bo'lmaydimi? Yana kelishib olaverasizlar. Yaqin borib. Endi shunday qildik. Akalar, 32 ga 29 tog'i bilan 1 kilo balqa kelishasizlar yana. Nomer qo'yamiz, to'g'ri? 87lik. 87lik. 811 811 8051. 8051. Bu ham meni emaman deydi. Qoching.
Ana ikkita ham tog'am nomerlari saqlab qo'yinglar bachalar, buni aytdik. 32 ga 29 yana kelishasizlar. Bitta narsada 15 litr agarda sut bersa, kelishsa bo'ladi. 12 litr точно bermasa bepul. 2-3 kun sog'ib ko'rib olaversin. Bo'ldi tamom. Aytamiz o'zi. Bu ham mana shu ishdan. Bolachasi buqqacha. Buni aylanamiz. Lekin shunga hech kim ketdi, yomon zo'r ekan. Bolachasi buqqacha, onasi chota ozgina chiqmo'rak. Qitib ishga javob. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Sog'siz, assalomu. Bolachasi buqqacha, tog'am 3-chi qorinda yopdi, men qitbalar oldim, haymayli kelishasizlar bunisi. Bunisi ha? 20 million deyapsiz? 21 deyapsiz. Bolachasi 10. 21 deyapti. Hay. Nechinchi qoringa ekan? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin deyapti. Hay. Akalar bu ham o'sha tog'amizdan. Bu narxchi? 19. Ha, 29. Kelishib olasizlar. Lekin ana shu akalar mol tushunadigan odam bilan kelib olasizlar. O'zgina buni nimaroq dedim yo'qmi? Lekin o'sha mollarga mazza qilib. Ana shu. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qachani qarang. Qachasini qarang akalar. Bu qachasi. Ol boring. Qachasi. Aka nechinchi qoringa ekan? Ikkinchi qoringa deydi akam. Qachasi. Sut masalasi qittigina injiqmi deyman ha? 4 ta 3 ta shu atrofida shu. Akalar bu ishlov berilmagan mana. Ishlov berilmagan holat. Bozorda ehtiyot bo'linglar, ana shu yoqqa ishlov berilgani ham bor. Tushunadigan odam bilan kelinglar. Qancha deyapsiz bunaga? O'zingizdan bu. Nonga olib sotadigan unaqamisi? Egani o'zingizdan. Ha, egani o'zlaridan ekan akalar. 30 million deyapti o'zlari. Ha, kelish olasiz. Akam nomerlarini aytamiz. Ayting aka nomeri. 94lik 796 Bachasi onasi chiqqan bo'lishim bir oy bo'ldi. Qo'ygan. Chiqqan bo'lishim. 30 dedingizmi? 30 qittigina nima yana kelishsa bo'ladi. Bo'ylarga bu kechga qo'yamiz videolarni xudo xolasa. Assalomu alaykum. Akalar sigir katta narsa ekan. Bolachasi bu 10-chi ham deyman-a? Bolachasi. Bolachasi 10-chi. O'zi ham mixtay turibdi-da o'zi ham. Mixtay turibdi-da. Sigir. Mixtay turibdi o'zi ham. Bolachasi zo'r ekan. 35 deyapsiz to'g'ri. Aka yaxshimisiz? Yaxshimi? 35 deydi, qarang, yo'talib ketdi birdan 35 deganlar. Deyman, yo'talib birdan bilmayman. Tabiiy-da bu, tabiiy. Tabiiy. 35 sut masalasi to'g'ri. Sut masalasi. Sut. Soqqaningiz ayting. O'ntadan ko'p beradi. Bir kunga. Ertalab nima so'qsa? 15 ta beradigan to'g'ri. Ha. O'z to'yg'azmagan holatda so'qqani o'nta. O'nta ana shu bir sat so'qib o'radi bachasi. Ha, shu o'nta deyapti, o'sha bilan demak 8. Ha, shu. 35 deyaptilar tog'am. Savdo ko'rdim tog'am. Ha, 27, 28 bo'ldi. Endi aytmoqchi tog'am 27 ko'rdim. Men bir so'rayman-da, shu taxmin qilib qo'yaman, qanaqa so'raydi. 35 deyaptilar. 35 ga qiyin kelishsa bo'ladi, tog'am nomerlarini qo'yib ketamiz. 3-chi o'qish. Egalardan akalar nonga emas, 35 deyaptilar, 27 savdo ko'rgan. Tamam. Ana shu tog'amdan qayerdan tog'am? Navgatdanmi? Navgaldan tog'am. Navgadlik ismingiz nima tog'am? Qosimman ismi. Qosim tog'amdan. Nomer ayting, Qosim tog'am. 91lik. 91lik. 645. 645. 46. Ha, 46 ekan. 97 59'da. 97 59. Ana shu. Nabirachilar bilan kelganlar, tog'am 35 million so'm deyaptilar. Chorvani 10 litrgasi javob deylar, lekin mol yirinlari ham bor-ku. Qoparma qayshaganda o'zi ham lekin bor-ku. Chotki. Bolachasi xunojincha, agarda xunojincha bo'lganda 300 dan baland sotaydi. Buqqacha bo'lganda 300 dan balandroq sotaydi. Endi xunojinga endi kelishasizlar. 27 savdo ko'rgan akalar. Ana. Aloqa chiqaverasizlar, omadi, barakasini bersin. Ha, endi mol sizniki, pulniki. Bersangiz oladi, 1 kilo baliqqa shitirib o'tirgaysizlar. Salomat bo'ling. Buqqachasi, xunojinchasi bir oydan o'tgan ekan. Yaxshi, juda go'zal. Shu yoqqa chiqarish boshlabdi. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Savdo bo'lib ketdi. Bolachasi buqqachami nima bu? Bolachasi buqqacha. Ikkinchi qoringa. 18 qilasizmi? 18. Aka qancha deyapsiz o'zingiz buni? 21,5. 18,5 bo'libdi akamiz. Ha, qara bitadi aka. 1 kilo baliq qoladi aralarida, u yoq bu yog'i. Bitadi nasib etsa. 7. Qara. Apparatcha qanday? Apparatcha qanday? Rajoning sog'. Ha, bitadi aka, 1 kilo baliq xudo qolasa, bitadi emas.
kilo tavuk, 1 kilo tavuk. Shuna. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi. alaykum. Akalar o'ladimi? Ha. Oğlum oyun bol garantiya yeb ichish sog'lomlikka, bemalol. To'g'risi. Bo'lachasi? Uni shunaqa urug'. Kecha seshanba kuni to'g'ri edi, seshanba kuni bir hafta bo'ldi. 5. Qancha deyapsiz buni? Buni aka 23 dedim, 22 berayim dedim. Bozor 20 savdo bo'lyapti aka. Ha. Bemalol. Nomeringizni aytingiz. 93lik. Aha. 475. Aha. 3307. Mana shu nomerga aloqa chiqib bo'lsangiz bo'ladi aka. Bachasi urug'ni ham tomosha qilyapti, urug'ni voy. Bachasi urug'. Erkak bachasi. Ya buni bachasi urug'lik emas. Avtob turing ha. Bu qancha bo'ldi? 24 million. Bozor 22 so'rab, 24 kelishadi bachasi. 22 emas, bir 19,5 20 so'ragandir. Yo'q, ana 22 so'rayapti, rahmat. Bachasi. Akalar hozirgi raqamga aloqa chiqaverasizlar. Ana shu akamdan bu. Mol garantiya olib 7 litr sutga. Dostavkasi Buxoro bo'ylab qilib beramiz aka. Hurmatingiz uchun. Ustiga yeyishi garantiya. Salomat bo'ling. Qashi tugardan bilan bachish. Bu qachon qarang aka. 2 haftalik so'rasiz. Mayli aka. 100 olib 7 litr garantiya. Bo'ldi aka. Shu bilan tog'alarimiz bugungi ona bola bolalarga sigirlarni videosini tugatamiz. Bitta shuni ham qo'yaylik. Bo'lon qancha bo'ldi bu? 20 million. Yo'q, chop chamadonda bu. Bo'lachasi. Bu qancha? 20. Modachami? Ha. Modacha ekan o'chagi. 20 million mo'lcha birinchi qo'ringa adashmasam, lekin o'zgalar og'irib. Qancha dedi? 20? 20 million. Deyapsan, 7 bo'ldimi savdo? Qancha bo'ldi? 8 bo'ldimi? Endi bilan mayli jo'nab sog' bo'ling, salomat bo'ling akalar. Bugun videolarimizni shu yerda yakunlaymiz. Yana har doim